Assalomu alaykum. Ko'pchilik mijozlarimiz bizdan generator shovqini qanchalik balandligi haqida so'rashadi. Bugun 50 kilovatli VCI generatorini ushbu professional desibel o'lchash apparati orqali necha desibelda ishlashini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Hozir generatorimizni ishga tushiramiz va turli masofadan o'lchab ko'ramiz. Generatorimiz ishlab turgan holatda ko'rib turganingizdek VCI motorli generatorimiz shovqini 70 desibel. Generator shovqini yanada pasaytirish maqsadida generator to'liq shum izolyatsiya bilan qoplangan. Shu sababli do'shi sezilarli darajada past bo'ladi. Ma'lumki, generator shovqini desibel ko'rsatkichi orqali belgilanadi. Taqqoslashinglar uchun oddiy suhbatimizni 60 desibel, ko'cha shovqinlari 70-80 desibel, sanoat uskunalari bo'ladigan bo'lsa 80-90 desibel atrofida ishlaydi. Bizning YouTube kanalimizda bundan-da foydali videolar juda ham ko'p. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib, bildirishnoma tugmasini bosib qo'ying.